Universitetdan British Management Universitet haqida menga beriladigan top 5 ta savolga bugun javob beraman. Birinchi savol: universitet davlatnikimi yoki xususiy? BMU xususiy xalqaro universitet hisoblanadi. Ikkinchi savol: nechta diplom qo'lga kiritish mumkin va diplomi o'tadimi? Albatta, siz uchta diplom qo'lga kiritasiz. Birinchisi, birinchi kursni tamomlaganingizdan keyin dunyo bo'yicha top 200 talikda, Britaniya bo'yicha esa top 30 talikda turadigan University of Reading'ning Foundation diplomini qo'lga kiritasiz va ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi kurs, ya'ni bakalavriatni bitirganingizdan keyin esa sizga British Management University diplomi va dunyo bo'yicha top 800 talikka kiradigan Queen Margaret University diplomi beriladi. Uchinchi savol: universitetga qanday topshirsa, qanday qilib kirsa bo'ladi? Buni yo'li oddiy. Sizda agar IELTS 5.5, SAT 1200 bo'lsa, siz bemalol bizga o'qishga kirishingiz mumkin. Agarda sizda bu ikkita sertifikat ham bo'lmasa, siz universitetimizning ingliz tili hamda matematika imtihonlarini topshirishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi savol: universitetda qanday grantlar olish mumkin? Aslida grant olsa bo'ladimi? Albatta. Bizda universitetimiz bilim darajangizga qarab sizga 20%, 50% hamda 100% social grantlar beradi. Undan tashqari, bilim darajasi yana ham yuqori bo'lgan o'quvchilar uchun davlatimiz o'zi 4 yillik 100% lik grant ajratadi va hamma grantlarimiz 4 yillik. Va nihoyat 5-savol: universitetingizda stipendiya olish mumkinmi? Albatta mumkin. Sizning olayotgan bahoyingizga qarab sizga Gold hamda Silver Scholarship ajratiladi va men o'shalardan bittasiman. BMU haqida boshqa barcha qiziqqan savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda qoldirishingiz mumkin. Va albatta British Management Universiteti student hayotini bilmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'lishni unutmang.